Hürmetlik tomoshabinlar, qadrli do'stlar. Biz bugun bizniki Misranim tor bekitimizdagi suhbat xotirimizga bizniki jamiyatimizda bo'libmi, bizniki o'sha yemak-ichmak soharimizdagi tonilgan yo'lboshchi, shundan birga o'ziga xos fikrlar bilan jamiyatimizda tegishli ta'sir ko'rsatayotgan bir shaxs taklif qildik. U bo'lsa-mu Urumchi shaharlik Miraj yemak-ichmak savdo cheklik shirkatining bosh lideri Kerem Mahmud. Qarshi olamiz. Siz Kerem Atosh degan bu markani tanishdan ilgari sizning yana bir markangiz bor dedim yanglishimcha. Bu bo'lsa Kerem Saran, ha? Shanba arayamayman. Qaysi shanba, qaysi shanba arayamayman. Bu kishilar yillardan bu oylar nima uchun ishlab deb tushunmaysiz. Ha, uni tushunmayman. Egnalarimni selib yetish bilan eng yaxshi ko'rmaydim. Bu aytkidigan nimani? Nima ish qisalim deb menda qattiq urindim jamiya. Bu avvalında men qanday qilib men bu kelgisining huddidan chiqaman. Bu turmushning huddidan qanday chiqaman? O ishga yosh vaqtimda meni shu zodi o'tib chiqib beshib baqqa. Mishada bir taklif qo'yganim, otishlikni mana deydi. Otishlikni mana pulga yurish qilib ketgan deydi. Biz mana gapcha, miyada bir tushuntirib qo'yamiz. Pulni biz muhim ko'ramiz. Men o'zimni otishlik bo'lib, otish tarbiyalanimga faxrlandim. Bizning bola tarbiyalaymiz demay, bola beqiyotimiz desak mos keldik hozir. Otishlikning bolalarninki boshqa yerlikdan ko'ra farqli bir kuch yeri bor. Madaniyatning eglik huquqi bo'lmaydi, ishlatish huquqi. Aşı o'zi samimiylik bilan bu Uyg'urlarninki desam, dunyo nimda qo'l qiladi ne? Yapıllıkla da qo'l qiladi. Tor dünyasındaki en yaxshi başlamçınız Misranim tor bekiti. Misranim. Kerem aka, biz bugün bizdeki söhbət xatirimizdə siz bilan söhbətlişini o'ylashib bu vaqtda o'rlashtirdik. Menimcha siz mushu bizniki yemak-ichmak sohamizda izchil turda boshlamchilik rol o'ynab kelayotgan shaxs deb taniyman. Menimcha shunday tanishimni siz muayyonlashtiramsiz. Boshqalarninki men qanday bor yashayapti, boshqalarning erkinligi. Men o'zimni üzemne şunda da rol, üzemne şu rolcu da hesaplayın. Siz rolcu da bir hesaplığınızdan ben internet koşalım. Çünkü bu benim göz karşımdan doğruluğunu ispatlaydı. Birinciden siz bizden Ürümçi'de biz 15 yıl ilgili biz naydı karango, meynet aşkallarda biz kirip lavlayaydık. Lekin siz bu şu benim bilişimce 99. yıldır koydayım ha. Tunca Ürümçi'de tez tamaxana açtınız. Bu Encür degan tez tamaxana açtınız. Biz bırakılı bir tez tamaxana muhitiga kirgandan keyin asli mushu xil muhitda tamoq yeyishning asli zarurligini, asli tamoq yeyish muhitimizning mushundoq bo'lishi kerakligini biz his qilgandan keyin shuni bilan sizni bir islohot qatorida to'ndik. Meni his qilishimcha bu birinchi qitimlik islohot ipag'an bir yo'lingiz. Ikkinchi qitimlik islohot yo'lingizni men bundoq to'nayman. U bo'lsa-mu bizning tez tamoqxonalarimizga bizniki Uyg'ur madaniyatimizga kirish. O oldi bilan uningki bezakchiligidan tortib, masalan, uningki barliq qo'riqlashtirishligicha Uyg'ur madaniyatini oshxonaga kirish. Bu xil ikkinchi qadamlik sizniki boshlamchi rolingiz menimcha mushu sohada bo'ldi deb o'ylayman. Shunga men sizni bu sohadagi intan cho'ng yo'l boshlovchi deb qarayman. Ham buni moylashtiringizni aytib qo'yishim, chunki mening ko'z qarashim to'g'ri chiqdi. Demak, mushundoq jamiyatda mushundoq ta'sir ko'rsatgan bir shaxsniki bo'lib, bizning yemak-ichmak sohamizga mushundoq bir shaxsniki biz o'tmishiga, tarixiga, uning oxir ko'rinishiga intayin qiziqamiz. Uning jamiyatimizga tegishli ta'sir ko'rsatishiga ishonamiz. Shunga biz oldin sizning balliq davrlaringizga aytib qiziqamiz, ha. Biz hozir sizning Ürümchida masalan Kerem Atosh deb tanımaydigani yo'q. Ürümchida Kerem Atosh degan bir cho'ng marka, ha. Nurun ilalloh ummabsiz chiqishga olsam. Şunun bilan birga biz Kerem Atosh degan bu markani tanishdan ilgari sizning yana bir markangiz bor dedim yanglishimcha. Bu bo'lsa Kerem Saran, ha. Demak, ben ayni chog'da siz tunji qidim o'sha Anjur tez tomog'ini ichib sizniki yo'l boshlamchilik rolingizni joriy qildirayotgan vaqtda Kerem Atosh degan akamiz mana ishni qilibdi desam, nurg'un Atoshlar o Kerem Saran o degandi. Shu chog'da men bir narsani o'ylagandim.
chunki har qanday bir sharoit muhitda shu jamiyatning umumiy ideologiyasidan fikri o'xshamaydigan kishilar boshqalar tarafidan shundoq otilib qoladi. Masalan, ayni vaqtda Newtonmi nima uchun olma osmonga chiqib ketmay yerga tushdi degan chog'da shu angliyaliklar uni sarang deb o'ylab qolgan. Demak, shu nuqta aytgan chog'da men shu xil Atalto'ning ayni vaqtda shundoq bir sharoit nuqtasini o'tirib chiqqan deb o'ylayman. Siz mushaq fikringizni deb boqamiz. Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi emasmi? Bu kishilar meni sarang deb qilishdan boshqa men o'zimni sal sarang o'xshayman deb gumon qildim kichik vaqtimda. Chunki nima men kichik vaqtimda mana shu talladagi sarang bilan hech qanday farqim yo'q edi. Chunki men o ishkichilik ayjilni bilmayman. Haqiqatan men masalan, Manjinjayning Manjinji yili degan narsalar menga g'uva ko'rindi. Shanba arayamayman. Qaysi shanba, qaysi shanba arayamayman. Bu kishilar yillardan bu oylar nima uchun ishlaydi deb tushunmaysiz. Uni tushunmayman. Ammo o'zimdan ancha-muncha chimdab baqdim. Bu men og'riydi. Shuni mayt qo'shilyapsiz. Ya qo'shilmaydi. Bir endishyapti menda. Men restoran o'shaymi debimda. Ammo chimdigan og'riq qo'shildi. Og'riq qo'shildi. Ana negincha desangiz men endi bunday tashqiq yaptım naydi var edi. Dünyada kişilerin hoşam yok dedim. Bire mana burnumni mushqurab, yüz gözlerimni juyib, egnalarimni selib yetishbilan eng yaxshi ko'rmaydim. Bu ayt kiydigan nimani? Men nima ish qilsam deb menda qattiq o'rindim jami. Hozirmi bor. Bu qalongiz o'tmaydi nima uchun? Nima selib yotdim bagajimga. Ay burnimni juyish, burnimni mushqurmasligimning sabab qichqichqi yurdim. Bagajni magaga bu nima shunda? Bu gapingizda Alloh belki olimjon bo'lmisiz degan kuni esimga keldi men. Ayna tashqiq yaptım men daraqtcho. Endi bizga ma haqli dadamdan aytdim menda chiroyli kelishgan supetlik menda chichen. Menda na aytdim menda yetekchi rol o'ynaydigan oqsoqol yosh vaqtidan tortib oqsoqollik rolni olib kelgan. Mana aytgan chog'da Uyg'urlarningki o'z vaqtidagi menda zamondagi menda marassachi hozirgi qozizdek odamdi. Unda olganki uncho'la odamda mendek menda bir avara bolaning dunyoga kelib kelishini hamda dadamga xijil bo'lish kerak. Haqli dada bu bolangiz haqli mamtki bu chinoz bu tuqqanlarning bolasimi deytamdi. Faqat dadamga o'xshamaydim men. Turuqlarimcha jiq farqimiz bor dedi. Şunlardan dadamma ensireydi. Muş balam çoğun olganda balam kaçıncısınız siz? Üçüncüsü. Bu dadam bana ensireydi. Bu balam çoğun olgan çağda haysı külünü küre deydi. Men şunu onu koşa çoğunlaşka en ensireydim çoğunlaştı. Bu çoğun olgandan kalamaydım. Bu çoğun olgandan keyin öğüt tutgan gap, bal tapıdığan gap. Men muş halatımda qanda men bal tepip öğüt tutup bunun ödesinden çıkamın deb beşim müşten qilib qatdı. Anda şiraytda andan men kichik vaqtimda siz shu chog'da shu yana 13 yosh vaqtingizda shu öğüt tutush, bala yo'qish, bu kelgusi turmushning shu joyda besim bor. Jabbarligini his qilib qo'ygan. Bu mening bu avalimda o'zimga faqat ishonchim yo'qdi. Bu avalimda men qanday qilib men bu kelgusining ödesinden chiqaman. Bu turmushning ödesinden qanday chiqaman? O ishga yosh vaqtimda mening shu zodi öğüt tutishga beshim bor. Shu chog'da endi osh haqlining sarang degani normal. Endi bizga men bunda tafakkurlarim bunda bosh ta'tiraqdi. Masalan, aeroplan ichida haftada bir qetimiz aeroplan ichida bizning uyning o'g'zidan uchib, Qashqar aeroplan stansiyasiga yaqin o'y. Hamma odam shu aeroplan uchib ovozi chiqsa, hamma odam shu qaylab o'g'ziligi chiqib, shu aeroplan desa, meni shunda ko'gim bor, chiqqim bor. Ammo sal po'chilik qilib turaldi. Nima u deb, masalan, bunda yaratmaydigan masalan. Bunda mashinalar bizning jutlig'i chirib qolib qolsa, uningdan kichik bola agishdamasmi? Men agishmaydim. Sal po'chiroq qilib dedi. Bu nimete cho'ng olgan chog'da bunda heliqi o'zimning qo'rqanchim av bo'lmasa. Haliqi haqliga cho'ng olgan chog'da qo'ng'az bekapni ishning oldiga to'xtatib qo'yman deb bunda olsam bu sarang bu chataq deb o'ylab aytaman. Bu chog'da
Üzemmi endi haqlik bo'layotgan bilan üzemning ishonchisi yo'qdi. Demek bu şu noktada bir yerden sizin ideyanızda, ro'yitingizda aynı vaqtda çoğun bir ziddiyet var. Ziddiyet bo'lyapti. Demek şu ziddiyetning o'zi bir odamning qalbisining murakkabligi. Shunday tushunish bo'ldi. Bu chaqda endi hozir qaysam qilyapmiz kerak. Demek bu şu noktada meniki demakchi mening ko'z qarashim, bu bo'lsa qallisi oddiy odamninki qallisida ziddiyet az bo'ladi. Yani onun tefekkürü bir xil liniyanın içinde turdu. Bir xil yönlü içinde mağdu. Kallisi murakkab adam, o'xshamagan ziddiyet fikirlerin içinde turdu. Shuni qaraganda men sal tarafli vokallik o'chadi ism bilan men esirab juratdim. Shunga o'xshash boya aytgandek, masalan, undan boshqa siz nurg'ulg'an turmush ko'z qarashlariga yoki nurg'un hadislar bo'lgan kishilar qabul qila olmaydigan ko'z qarashlar bormi? O'chada to'liq şu men şu çoğulashdan çoğulab öy tutishdan qo'rqaydigandan boshqa anda u kichik vaqtimizda uncha ola cho'ng xiyol yoki cho'ng ko'z qarash yoki ulug'vor g'oya unda hech nima yo'qdi menda. Ay menda quruq qapoqdekli shu cho'ngulashdan qo'rqaydigandan boshqa ay oqshom bo'lsa egnimni silib yetishdan boshqa atdigan bo'lsa o'zimni qachon shuyamindan boshqa menda bunday g'am yo'qdi. Masalan, oddiy kichik bolalarda, nurg'un bolalarda meningcha kelgüsüde çoğun bo'lgan chog'da nurg'un natija yaratgan bolalarda cho'qim kichik vaqtida bir arzu yoki g'oyib bo'ldi deb tushunamiz biz albatta. Balkim bu xil jihatda arzu g'oyalar bo'lgan bo'lishi mumkin. O chog'da men bunda men 5 yil o'qigan. Ama men hech qanday darsni bilmaydim, jo'grafiyani bildim. Dunyo jo'grafiyasini bildim. Nima qilsangiz men shu kitoblardan ko'ra jo'grafiya qiziqib qolgan. Dengiz deydi, tog' yeshillik deydi. Bular Yevropaning jo'grafiyalik o'rniga shunday qiziqib. Shu cho'ng bo'lsam ilojiki va shaga chiqiblam shu. Hargiz kelmayman deyman. Ben kelmayman. Men o'shunda go'zal yerda yashayman deydigan. Ashunda g'oyam borda boshqa cho'ng g'oyalar yo'qdi meni. Balkim undan cho'ng g'oya bo'lmasa kerak, ha? Anonun boshqa g'oyam yo'q. Siz u g'oyani kichik ko'rib qoldingiz. Atishib turib, shunday Yevropaga chiqib kelmayman degan g'oyani kichik ko'rib olasiz. Hozir kichik ko'radi. Chunki men borgandek ko'rdiqdan meni. Lekin siz hozir undan boshqa cho'ng g'oyam yo'q dedingiz. Balkim biz ayni chog'da shu Urumchiga borsam kelmayman deb o'ylagan, ha? Shu Urumchiga turib qoldik. Shunga demek, baya bir en beshida biz bir gapni boshladik. O bo'lsa sizni ayni vaqtda Kerem Sarang deydigan degan gapni aytdik. Demek, mushu nuqta aytgan chog'da biz ma'lum masalalarga cho'qim kelgusida yoki uzun yillardan keyin aniqlik berishimiz kerak. O bo'lsa zodi ayni vaqtda sizni Kerem Sarang deb mustaqil atash o'zi sizningcha hozir nuqta aytgan chog'da to'g'ri deyish bo'lamdi yoki ayni vaqtdagi kishilarningki jamiyatning tushunmasligiga deb qarash bo'lamdi. Endi mana gapchi anaqa. Bizning jamiyatda hozirmi? Hozirgi reallik jamiyatdan sal farqli odamlarni Sarang yoki bo'lmasa Galvan yoki bo'lmasa boshqa o'xshamagan shuning taqdiriga qaylab ism qo'ydigan avvallar bizda borda. Unda bo'lishi. Hozir bu bizning jo'grafiyalik o'rnimizning murakkab bo'lishi. Biz uzun yillar biz boshqa sirtkilar bilan bo'libmish Jibek yo'li aloqat qushlagandan keyin, suv yo'li ochilgandan keyin bir qo'shni mamlakatlar bilan emas, zodi qo'shni shaharlar bilanmi bizning munosabatimiz o'zib ketdi. Bizning cho'llik cho'ng'andan keyin masalan orliqi bizning qatnash qulaysiz bo'lgandan keyin, eshak bilan, tugu bilan, manda ot bilan boradigan bo'lgandan keyin berib kelishimiz, madaniyat almashtirishimiz az bo'lgandan keyin masalan, mandaycha qanchada Oqsuv bilan Qashqarning madaniyati 400 kilometr bo'lsa, farqli qildi biz kichik vaqtlarimizda. Alaydi farqi bordi. Ularningki tafakkur qilishida, psixikasida, masalan, Oqsuvdan kelgan bir odamni biz savdoga deb oldiga chiqib, alaydi, kutib, yoki uzatsak, masalan, Oqsuv bor ekan deb yama uzunni berib, uzunni keldigan yerda ko'rindi. Shundan qaylagancha bizda har xil rang yo'q ekanda, madaniyat almashtirmagan ekan. Shu yerda yoki bir yerga berib kelgan, yoki bir yerga bir shay ko'rib kelgan odamning salli tafakkurida o'zgarish yo'lab, uning harakatlari, faoliyatlari sal o'xshamaydigan bo'lsa, buningga o'xshamaydigan laqabni qo'ygan gapda men menda yekillayman-da. Meni Sarang degan odamni emasdan yoki bo'lmasam. Bo'lmasa men o'chaqda bir joyga bormagan. Hozir o'ylab baxsam, asl Sarang emas ekanman. Masalan, men birinchi qitim
Iliqi Atishdan Urumchiga yo'lga chiqib, Aqsuga 66 kilometr qolgan 66 ta deydigan bir yer bor. Shu yerga kelgan chaqda bir oshxona bor, lag'menxona. Ama qo'sqim shunday ichib ketdi. Ha, iliqi yanchiqimda bir 11 ga 12 ga pul bor, putim tengal. Ana u pulni xejlaydigan iliqi xiyolim yo'q demda. Bu pulni bir hayotlik ta'sir yetmasinlar, uni xejlaydiganga bunda plan faqat yo'q. Ağzılarım gezeklab o'tirib ashraslar adam qaylab o'tirsam u dedi. Ularlik bunda oshning tom-tomlari emas, bu joqda ba'zi men saltiq, ba'zi mening tomijiq chiqdi. Ular tomlarini eshib qolganlarni bir ichiniga seliblam, seyning suyini quyiblam bana. He, men yeyib deb shunda dedi. Ama o'tdek yegim bor. Ama men uni mana nima? Biz kichkimizdan tortib dadam bir iliqi xalqning narsini bekorga yeydigan iddiani mana yamaroq cheklab kelganlik uchun och qolsak ham shundan kambag'al u joqdalik biz Baydixon oilasidan bo'lganlikdan Baydixon oilasining pomishk oilasining turmushlari bektuventdi. Unda bo'lgandan keyin shunda tuvelligiga boqmay, o Baydixon oilasi degan burun cho'ng o'tgan odam emasmi? Ularda bir g'urur, xalqninkini bekorga yemaydigan mana g'urur asl dadamda bor ekanda. Pulingizni g'ururingizni aytib boy. Shuning bilan dadam shu dadamning shu tarbiyasi bilan cho'ng bo'lgandan keyin shu yerda menga oshining bekorga yegan, mana bekorga meni yeyita degan rozi bo'lib ba'simi? Uni yeyish menga men uchun hamda eng cho'ng azob hisoblandi. Hisoblanib men dedim chadaq yo'q dedim. O'tdek, men shunday demasam. Meni yegim bor, ammo men bekorga yemay. Desam unda bo'lsa 5 mo'cham berib beramiz deb chaqchaq qildi. 5 mo'cham yo'q desam, unda bo'lsa tog'ida o'tanba akkili yutib yer dedi. Ha, men yutib shuni akkilib dedi. Men oldida akkili yutay dedim. Ma'qul dedi, shu oldida tog' bag'ri etamda. Tog' bag'rida o'tanbaki akkilib uni yerib, pichetdek qilib nima qilsam men qichilik yonib bir changal oshni, ravr oshni sepadi. Uni tepsiga seni, ondan sepadi. O zaman sening suyini qo'ygandi. Shuni bilan shuni yeb yenib keldim. Shundan qaylagan chaqda hozir o'ylab baksam saramiz kelmay. Demek, lekin ma'lum o'tgan chaqda, hozirgi sharoitdan qaragan chaqda biz shu chaqda sizni sarang deymiz, ya. Chunki bu lag'mani yevilib o'tni akagan desa unimay. Baldir o'tinni aketib anqil lag'ma yema deyishni o'zi bir saranglik. Ana qaylisa, amaliyotda bu men huzurlangan ish endi bu. Ammo bu nima desa, bu yerdagi sizniki o'zingizdagi dahshatli izzat, hurmatniki, ya'ni kishilik g'ururning kuchligidan bo'lgan ish bu. Cho'qim oldidan bir amgak qilib, andan keyin buni yeyma degan bir g'ururingizning kuchligi. Demak, bu g'ururingizning kuchligi kishilarga nisbatan saranglik tuyulgan. Demak, bu yerda ayni vaqtda mening ko'z qarashimcha sizniki tafakkuringiz emas, balki kishilarniki axloq ko'z qarashdagi savallik sizni sarang deb atalg'i mutlaqan bo'lishi mumkin. Demakchi biz jamiyatning taraqqiyotini hamon bir qism odamlar o'zgartirib bordi. Ya'ni qahramonlar tarixni yaratdi deydi. Shuni tushunib qaragan chaqda men 15 yil burunlar shu Kerem Sarang degan gapni amaliyotda xato ekanligini o'zim tafakkur qilib hukm qilgan. Bugun o'zingiz e'tirof qildingiz, bu gap xato dedingiz. Demak, ayni vaqtda shuncha biz bugun sizni shu atalg'uning xatoligini bugun jamiyatga jakolishimiz kerak, a? Siz jismiga loyiq tijorat sohasidagi to'nilgan shaxs Kerem Atush. Ya'ni bu markani cho'qim siz tishlab chiqdingiz. Ya'ni manda aytgan joyda, moyatda aytgan joyda Atush degan nomningmi? Bizning jamiyatimizga taqishib rol o'yindan desak bo'ldi. Demak, bayağı so'zlab kelib siz o'zingizniki amaliyot ancha-muncha o'qiganligingizni aytdingiz, a? Meningcha 12 yoshda kelgusdi xotinlar qandoq o'titama deb vurliqqa odam nisbatan aytgan joyda o'qish deganning o'zi dunyoda eng ortiq bo'lishi mumkin. Boshqa o'qishning o'zini siz o'zingiz nisbatan bir yuk deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Shunga biz bu yerda bizning ikkinchi temada nuqtada so'zlaydiganimiz bir odamningki saviyasi, safosi yoki uning tafakkuri bilan bizning ma'rifning o'tirishga munosabat zot qanday bo'ldi? Sizniki o'qiyolmagingiz ayni vaqtda siz uchun foydali bo'lganmi yoki ziyonli bo'lganmi? Endi o'qiyolmaganni foydali deb hisoblamayman hozirmi. Ama mana bilim seviye, sapa
cho'qim axloqning ustiga qurilgan vaqtda bu o'z alayligini julalashtirdi. Agar bilim, sapa, saviya axloqning ustiga qurilmagan bo'lsa, bu mana insoniyatning qimmatini yo'qotadi. Shunga andayliqi, mandacha qancha, masalan mening o'qimaganligimni men o'zim mandayliqi. Yaman yaxshi avval men o'qimagan odamni bugun kun keldi deb men tashabbus qilmayman. Ammo aliqi mana o'qigan bilan o'qimaganning farqi masalan sistemalik bir maktabni bitkizib chiqqan yo bir dashani bitkizib chiqqan odam bilan mening farqim masalan bir sistemalik bir dashani bitkizib chiqqan odam bo'lsa ba'zi bilimlarni yoki ba'zi kasblarni egallashda u bir yilda egallasa bizning bugungi kelgan kunimiz bilan bugungi kunki natijamiz 30 yilda yetgan natija. Agar biz shu chog'da 10 yil sistemalik ma'rif, sog'lom ma'rif bo'lgan bo'lsa, bu sistemalik sog'lom ma'rifni tugatib olgan bo'lsa, hozirgi taraqqiyotimiz buningdan ustun bo'lishi mumkin. Shunga mening tavsiya qildiganim nima desangiz, o'qimagan odamlarning o'ziga bo'lgan ishonchisi oshsa, mo'l bo'lsa, dunyoda qilolmaydigan ish yo'q. Ama o'qimasaqmi dunyoda hamma ishni qila oladi ekanmiz degan bexato ko'z qarash. Ama o'qimay qilgandan o'qib qilgani ham oson bo'ladi, ham afzal bo'ladi. Masalan siz bir gapni dedingiz hozir. O'sha bilim saviya yoki sapa deganning o'zi cho'qim axloq usti qurilishi kerak degan gap dedingiz. Mana gap masalan. Meniki ilgari bir savodishim bizning maktabda o'qigan bir maktab bor, masalan bizniki shu Markaziy Millatlar universitetida o'qigan chog'da bir doktor bo'lgan bir maktabdishimiz. Doktorlikni o'qib bo'lgandan keyin, nihoyat yaxshi bir hukumat organlarida ishlagandan keyin, lekin uning axloqidan chatoq chiqib idoradan haydab uni. Demak, u 18 yil o'qib, oxiri u biroqla vayron bo'ldi. Oilasi vayron bo'ldi, biroqla vayron bo'ldi. Bu yerda lekin siz aran 5 yil o'qidingiz, boshlang'ich 5 yil o'qidingiz. Ammo siz bu yerda bir masala, bir haqiqatni siz o'tirib qo'yapsiz. U bo'lsa bilim, saviya, sapa, cho'qim axloqning usti qurilish kerak dedingiz. Ammo meni kelgan maktabdishim 18 yil o'qigan, doktorlikni olgan, savodishim, maktabdishim bilim saviyaning shunday axloq usti qurilish kerak degan bu haqiqatni his qilolmadi. 18 yil o'qib. Demak, bu yerda bir xalqlik bir masala bor. Siz 5 yil o'qib buni his qildingiz. Ham amaliyatingizni ko'rsatdingiz. Yana birisi 18 yil o'qib buni amaliyatni ko'rsatdi. Demak, bu yerdagi mohiyatlik masala nima tushuntirdi? Demak, bu yerda uning qolgan 13 yil ortiq o'qigan o'qishi uning ta'sir ko'rsatmaydi degan gap. Bu yerdagi masala nima tushuntirdi desa, demak, bu yerdagi tub haqiqat, ya'ni insonning kallasida shu tafakkur haqiqati asli odamning kallasida bo'lishi mumkin. Endi bunday emas, inson degan farqli yashaydi yer sharida. Masalan, inson deganning inson jamiyat shu yer shariniki xo'jayini. Jumladan koinotning xo'jayini. Nima qilsangiz, koinot va yer shari, tog' daryo, dengizdagi mahsulot deymiz, yer osti boylik deymiz, osmondagi kunning isitishi, oyning rang verishi narsa hozirgi mayli bilimlardan bayqaganda insonlar uchun xizmat qiladi. Demak, mushu insonlarningki koinotning va yer sharining xo'jayinligining isboti. Bunchola yo'g'on bir martabaga erishgan insonda jangalda jug'urib yurgan qaylam, masalan bunda yezilida eshak kalali va qaylam, yo'lda mangmay bug'doylikni, bedillikni bunda dastlab bo'sat mangada. Buningdan farqi emas qaylam. Biz hamda yo'lda menishimiz kerak da. Bunchola martabaga erishgan bir inson nima bilan bu cheklanish kerak bu? Bu oldida axloq bilan cheklanish kerak. Agar biz axloq bilan o'zimizning faoliyatlarini cheklagan chog'da bizning ozroq bilimlarimiz bo'lsa-mo, butunlay o'z rolini to'liq joriy qildirdi. Menimda agar bir odamning axloqi bo'lsa, ozg'ina bilimi bo'lsa-mo, u axloqning ustida ishlatadi. U axloqning ustida ishlayotgan odam qana bo'ldi desangiz, bu yer sharininki insonlar xo'jayinligini biladi. Shunga axloq bilan yer sharining
qanchalik axloq bo'lib foydalangan chog'da isrof bo'lmaydi. Shunga bilimning cho'ng kichik bo'lishidan muhimroq, ammo axloqning ustiga qurilgan bo'lish. To'g'ri. Bu gapni demak hozir ikkimizniki nuqtasi ikkiga bo'lyapti-da. Demak, siz mush haqiqatni teng cho'nqur his qilyapsiz degan gap. Xuddi Newton olmaning yer tushidan yer charning tortishini bayqagan o'xshash. Siz 5-sinf o'qigan bilanmi, siz eng oddiy atrofingizdagi turmushdan bir yer shari ekologiyasini yoki yer shari ideologiyasini his qilyapsiz. Lekin mening ilk maktabdashim 18 yil doktorlikni o'qib bo'lgandan keyin bu oxiri nurg'un kishilarning pulini qo'yib, axloqsizlik qilib bayram bo'ldi. Demak, bu biz endi bir narsani bu yerda o'ylab chiqishimiz zarur bo'ldi. U bo'lsa-mu, masalan, shu ilgari Gretsiyada o'tgan Platon degan bir faylasuf o'tgan. Bu Platonningki shu ideologiyasi insoniyatga 2000 yil ta'sir qildi. Uning shu ideyasining tub negizi nima degan joyda dal boyman degandek, tabiatning qonuniyati amaliyotda sirtqi dunyoda emas, dal insonning qallasida bo'ldi degan narsa. Demak, buning bu ideyasi Yevropaga nurg'un yil ta'sir qilgan. Masalan, Einsteinmi kishi vaqtida o'qigan vaqtda amaliyotda u izchil turda fizikni o'tamaydi. Edison maktab birinchi sinfda o'qigan vaqtda eng uniki aqliy iqtidor intayin tuvan bo'ldi. Lekin izchil turda uning tafakkuri taraqqiyoti bilan uning qallasida nurg'un dunyo haqiqatlari bayqaldi. Demak, bu yerda biz Platonningki shu nazariyasini bizniki jamiyatimiz bir anglab yiqish kerak. U bo'lsa-mu, dunyoning haqiqati tashqi dunyoda emas, balki insonning qallasida. Shuning izchil turda o'zini bayqash, o'zini izlash menimcha insoniyatning cho'ng yo'lmi ekan deb qarayman, ha? Men shunday qarayman. Bu shuning bilan birga sizningki amniyatingiz bu nuqtani isbotlaydi deb qarayman. Uchinchisi, siz shu kasb tanlash masalasi. Siz shu butkul dunyoning haqiqatini bayqab bo'lgandan keyin men sizningki bir gapingizni olgandim, ha? Ya'ni Kerem Atush ayni vaqtda chet elda turgan vaqtda men shu yurtga qaytib ketib shu yerda lag'ma yeb turib bir ish qilay degandi, ha? Bir og'ingiz. Demak, siz butun dunyoni aylanib eng oxiri shu lag'ma yeb turib bir ish qilishdan iborat bir haqiqatni yana bayqagan. Demak, bu kasbni siz qaysi xil maqsad yoki sharoit tanlab qoldingiz? Endi biz kichik vaqtlarimizda Yevropada yashagan g'oyibatimiz-mi? Va chiqqandan keyin endi masalan bizga yoki yashaymiz deb yoki ko'chma bo'lib chiqdik. Tijorat bilan chiqdik, shu yerda yashash jarayonida bu yerda biz beshimiz osmonga tegsimi, vujud bizga tava bo'lmagandan keyin, bizga tava rayon bo'lmagandan keyin, biz üst yetilgan rayon bo'lmagandan keyin mana bo'lgan. Endi insonning eng inchki bunda g'ururiga tegadigan shu bo'ldi ekan. Masalan, bunda chiqqan chog'da bu yerda hech qanday ijtimoiy o'rningiz bo'lmaydi ekan. Asli inson bu yer sharining xo'jayini emasmi? Ama yani o'zi yashayotgan o'rinda o'ziga loyiq ijtimoiy o'rni bo'lishi, yani bu insonlarning mana aytgan joyda eng yuqori g'oyasi edi. Endi siz bir cho'ng bo'lgan bir muhitdan ko'chib boshqa yerga borgan chog'da qanday bo'ldi ekan desangiz, masalan bizning dehqon tilimizda o'tgan chog'da, masalan boshqa ish, boshqa bir yerdan bir otishga bir ko'chib kelgan bir odam bo'lsa, u mayli shu muallimning mesela şu jutning imom bo'lib qolishidan qat'iy nazar, uning shunday yaxshi axloq bo'lib qolishidan yoki shunday bilim bo'lib qolishidan qat'iy nazar, umid iliq chimita bir yerdan kelib qolgan, ko'chib kelib qolgan chimita deydigan bunday ko'z qarash bo'ldi-ku, bizdan bor masalan. Bu yerda albatta o'yadim bo'ldi. Mening kallamda o'tmagan shu bo'ldi. Men qabul qilmagan narsa shu bo'ldi. Chunki yerda biz qanchalik iqtidorli bo'lsak, qanchalik bilimli bo'lsak, yo qanchalik aloyligimiz bo'lsa, aşı muhitda biz ikkinchi darajalik odam bo'lib yashab, yaxshiroq bo'lsak da, bo'lmaz 3-4 darajalik bo'lib yashab, bunda chiqqanda asli bizning qimmatimizni, masalan, o'zimizning rayondagi qimmatimizni u yerda topolmaydi ekanmiz. Topolmagandan keyin biz ham shu narsadan uning go'zalligi, uning madaniyati, uning taraqqiyoti, u birisi bo'lgan munosabatlar, bunda yumshoqligi, siliqligi gap yo'q hamda. Ama biz o ötkelden ütenmeye, to'xtab bizga zaten şu yana kuchaq nasıl bunday cheki.
To'xtatdi deb yenib kelib endi. Yenib kelgandan keyin ish endi bizga balla cho'ng'lab ketdi. Endi balla deganga ona bilan dadi billa turib tarbiya vermasa, billa cho'ng'lab. Masalan, bizning bugungi kunga kelib bizdan ezib ketmay, qalan 14 yosh vaqtida otishdan chiqdi. Qalaymaqa yo'lga menib ketmay, bugungi kunda mushunchalik o'rin tikilishimiz qalan. Biz 14 kishigacha onamiz bilan dadamizning o'rnida medilmay turgandan, mayli u dehqon bo'lsin qalan, mayli qanchalik taraq bizdagi axloq qalan shu oila deytilgan axloq, boshqa hech narsa yo'qdi. Oiladagi axloq bizni qalan shu, otishda qalan hech narsa chiqib boqmagan bir dehqonam bo'ldi dadamni. Ay bizga bergan tarbiyasi qalan bizni mushchaqligigacha ramka qilib saqlab, bugungi o'rnimizni tiklashga, qo'shilning shu tarbiyaning to'pisi vat emasmi? Endi qalan bizning bolalarimiz 13, 14, 12 yosh vaqtida biz uni endi ulanmaganligimiz bizni azoblab, to'xtabdi. Ham bu yerda biz hech nimaga erishamidik. Ya o'rnimizda bormidik. Ham oyada bolalarimizni yontatmayni deb yenib kelib ballabıl dayiqamda va öz rayonimizda öz alay chet elda yurishganda biz mishada nurg'un alaylikning borligini, nurg'un madaniyatni iqtisod bilan bog'lab menib, buning iqtisod uning og'ini oldiganligini bayqab, asli biz tosh tushga yerida ezilgan. Biz shu yerda ish qilsak, mavadikidan yaxshi go'zal qila oladi ekanmiz deb yenib kelib, enoyag'iz tanlagan kesib boshlaymiz. Demak, bu yerda siz shu yanla kishilik qadr qimmatning mo'yimligini his qilgan. Masalan, nima degan chog'da bir odam birinchi qadamni bosgan chog'da ikkinchi qadamning qanday bo'lganligini bilish bilmasligi intayin muhim. Yani oldingi qadamniki ati bo'lgan ishning qanday bo'lganligini bilish intayin cho'ng aql deb o'ylayman. Bay bir gapni qildingiz, mening ota-onamningki bana bergan tarbiyasi intayin muhim bo'lgan. 14 yoshgacha butun shu tarbiyani ipag'an dedingiz, ha? Demak, men boya bir og'inamni siz bilan selishtirib, Platonningki nazariyasi bo'yicha haqiqat insonning kallasida dedim. Amaliyotda mushu xil haqiqatni bayqash iqtidori birsi kallasida bo'lish bilan birga ota-onaningki, ya'ni oila muhitining eng dastlabki qadamda uning kallasini g'idiqlishi yoki uning ta'sir ko'rsatishi intayin muhim. Bu ikkinchi nuqtani deb his qilsak, menimcha intayin muhim, to'g'ri bo'ldi, ha? Masalan, oila ma'rifiga qarang. Men masalan, Chinxoda shu, Beyjingda shu yoki Xalqda shudan o'zim shaxsan oila muhitini buni aşıldımmı muhim ko'raman. Chunki oila muhitda shularningki uli. To'g'ri. Bir uyning, bir binoning ulimizda ekan bo'lmasa, ustini egizlab sog'lom qo'ygan olmaydi. To'g'ri. Oiladagi ma'rif, oiladagi muhit yaxshi bo'lmasa, qaylan u Xalqda shuni siz qalbilik oyoqlash turgan chaqdimi oyog'idan chadaq chiqadi. Men bilishimcha, hozir sizniki Miraj restoraningiz yoki tez tomoqxonangiz Urumchidagi eng dangliq korxona. Hozir qancha odam ishlaydi butun korxonada? 230. 230 odam ishlaydi. Umum bo'lib qancha mablag' so'radingiz butun korxonada? 30 milliondan oshdi. 30 million ortiq mablag' so'radingiz. İlk 11 koyunu testi xəşliyə vaxtınız yoki qat'iy xəşləməydigan vaxtınız daim əslab turuşunuz mümkün, ha? Ya o degan yüzümüz xeyjagan. Ma pul tapadan demak, mushundoq aytgan chog'da siz mushundoq cho'ng natijani qozondingiz, ammo lekin siz ayni vaqtda mush kasbni tanlagan chog'da, bo'libmi oshpazlikni, mush restoran orqali pul tepishni tanlagan chog'da siz bu kasb nisbatan yanala bunday aytgan chog'da kasbiy emas, shundaymi? Kasbiy emas. Undaqda qaysi xil ruh, qaysi xil ijtihod mushu xil yo'lingizni ravonlashtirdi. Ha, oshpazlikni tanlasam, mush oilamdan tortib alog'ini tonish bilishni hamma qarshi chiqdi. Qarshi chiqqandan keyin menda mana narsa bor. Ikkilanib qoldim endi. Qilmayman bu kasbni. Ikkilansam ham mushu qarshi chiqsa, ikkilansam ham qilmayman. Ha, hamma odam qarshi chiqsa-mo, yana kuchaydi meni. Buning bo'lgan mana ko'z qarashim, ya bu hukumatida mali bilmadi deb yana texmi bu tabiatingizning bir narsa urushga boshladi. Urushga boshladi. Qarshilik bo'lgansiz ish bo'ldi. Bunda endi bu yerda mana narsa-chi. Oqshomda g'oyat tafakkur qildingiz. Atdiganda qupab amaliyotga moslashtirish. Amaliyatingizni siz normal elib berishingiz kerak. Masalan, shunda g'oyiz qilgan odamdan unchola ulug' var g'oyiz va odam mana ezib ketgan bir kichkina bir do'qmish bordi. Atdiganda shunda qupab qaylab kelib Kusak açtı. 20-10 go'ga çay ichish kerak dana? Yo'q. Bu yerda bir odam 100 go'ga qalan bir jarva, basen akilib qalan. Ashunda sovuq kunlarda toza yetilab, setib qalan. 20 go'y foydalab, hozirgi turmushingizni qamdab turish,
bek muhim mesele. Ama yakında uzunluk gayeniz var demez mi? Ben bazı adamdım ben nimiş kıldım bir yerde degenden killam insan ezip gitti kala. Çünkü o gayeni saklı olmaydı. Gayeni saklı pul haş olmaydı. Şu an kancire gaye kıysanız meyle. Ama faaliyetleriniz kala. Emniyetli maskesiler. Hakkını gözükümü set görünmeyse ana galbeden mi siz jirak emasınız? Demek bir yerde ben sizdeki şu fikrinizin nispeten bir narsani o'ylab qoldim. O bo'lsa-mu boya dedingiz bizniki atışda shart-sharoitning intayin qattiqligi, nurg'un kishilarni tijoratga majburligi. Ham shunga bilan birga ularning sirtqa chiqib dunyoni kezishi sababchi bo'lgan. Mushu sababli, ya'ni shart-sharoitning qattiqligi sababli nurg'ulg'an kishilarni intayin realni, intayin obyektiv qilayotgan bo'lishi mumkin. G'oyalarini g'oyasini reallik o'tirish tanishmay, nurg'un odamlar o'zida unda yuksak g'oyalarni o'ylamay, eng konkretni, eng amaliyotga g'oyalar keltirib qo'ygan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz shu fikrga qo'shilamsiz? Ha, mana gapcha. Ammo mana eng g'oyalarini tafakkur qo'yib berib etmay, amaliyotchan bo'lib ketsimi, men qo'sholmayman. Mana bunday qilib Mushkilli amaliyotchi. Mushkil xohish otishga nisbatan kuchli deb o'ylayman men. Siz shunda qo'shilamsiz? Biz otishni reallik ko'z qarashimiz kuchli. Biz zada har qanday narsani amaliyotdan topmasak xotirjam bo'lmaymiz. Haqiqatni amaliyotni izlaysiz. Haqiqatni amaliyotni izlaymiz. Ya'ni haqiqat degan pul. Ana mana gap, u bundan mana gapcha. Mishayda bir taklif qo'ygandim. Otishlikni mana deychi. Otishlikni mana pulga yurish qilib ketgan deydi. Biz mana gapcha, miyada bir tushuntirib qo'yamiz. Pulni biz muhim ko'ramiz. Gap yo'q. Hech kim tash etmaydi. Ama böyle bundan sonra pul qattiq muhim amil insonning hayotida. Bularmi shu maddiyat, hozirgi reallik jamiyatda qaylan kim tashlaydi? Hamma odamga muhim. Va diqqat qilgan bir yavada, bu pul barligimiz emas amma. Barligimiz ulab kelib qolsa, mana bo'ldi. Pul bilan insonning aloqasi qanday bo'lsa, pul bizga xizmat qiladigan bir omil. Mana shu qanchada bizning bir malay bu. Qanchalik no'chulab ketishidan qanday nazar, pul insonlarga xizmat qiladigan bir malay. Mana shu qanchada. Agar siz shu o'rnidan medilatmasangiz, ish nima qilamaysiz bu. Agar siz pulni yomon cho'ng ko'rib, o'zingizdan ustun qilib, pulni xo'jayinlik o'rniga qo'yib qo'ygan kuni tugashkiningiz shu. Pulni xo'jayinlik o'rniga qo'yganda qaylan g'ururlaringiz bilan o'ylashmaysiz. Axloqlaringiz bilan o'ylashmaysiz. Pul uchun hamma vanimadan voz kechasiz. Bizning otishlik nima? Mana saqlab qolgan narsa emas. Sadaq yo'q. Pul desangiz qaylan oyga chiqmas. Gap yo'q. Ammo pulni nima qilamiz? O'zimizga hejlamasligimiz mumkin. Masalan men o'zimga hejlagan chaqda qo'lim titrab hejlasa mumkin. Butun otishlikning turmushlariga qarab baksangiz, mush narsa gavdlanib chiqadi. Otishlikning oilalariga mehmondorlik qilib beqab. Shunda chang otishlik nima ish qilsangiz qaylan? Mehmonga qaylan sarxil dasqonlarni selib. Eng chingis odamninki, eng pis odamning uyga chiysangiz qaylan? 4 xil tamoq yetkazdi sizlar. Mana qaylan. Bu nima ish qildi desangiz, bular biz otishliklar nimani bayqagan desangiz, hergiz munib qolmagan bir yama. Annavasimiz bo'lmasa, ko'p sondagi emas. Pul bizning mulozimatga barligimiz emas. Barligimiz emas. Boyligimiz. Demak, bizniki shu otishning umumiy ahvolni qanchada otishning birinchidan shu divoni chiqmaydi. Biz shundoq nisbatan aytganchaqda 90% shundoq hukm qila olamiz. Mening otishni tekshirishimcha. Ikkinchidan otishning ko'p sonda 90% qora ishlam chiqmaydi ekan. Endi bu hodisa menimcha izchil turda bizning diqqatimizni tortib kelayotgan bir masala. Endi mushuni aytganchaqda bu dal boyiga aytgandek otishningki bola tarbiyasi bilan intayin munosabatli bir masala deb qarayman. Ya'ni otishdagi oila tarbiyasi bilan. Shunga mushuni aytganchaqda biz bir xil alohida andiz bor deb qarasak bo'ladimi? Endi gapning rostini qilgan chaqda men o'zimni otishlik bo'lib, otish tarbiyalanimga faxrlandim. Ammo Xinjiangdagi sharoitda farqliq desak bo'ldi, sal farqli. Ammo mayli otishlik bo'lsin, mayli bizmi Xinjianglik Uyg'urlarning annavasi.
Bizning endi biz butun dunyo kezib kelgandiki hozirgi ko'z qarashimizda o'zgarish bo'ldi endi. Biz qaylan shu cho'ginning ichiga kirib elib, cho'g'ichidan qaylab osmon mushi degan vaqtimizda bizning otishning bal tarbiyalashlarini eng ilg'or deb hisoblaydim masalan men shaxsan. Ama jon kezib kelganki bugungi kunda bütün Uyg'urlarning bal tarbiyalashini emas. Mana chaqanchada bizning bola tarbiyalaymiz demay, bola beqivyotimiz desak mas keldik hozir. Chunki bolani hayvon boqadan atashmaydi. Tarbiyalash boshqa tarbiyalash boshqa. Bu bal tarbiyalash degan qaylan mana chaqanchada bal tarbiyalashning eng oddiy bir qismi. Sizning harakatlaringiz balangizga ta'sir qiladi. Tarbiyasingiz ta'sir qilmaydi. Siz balangizni qanchalik tarbiya qilib, tarbiyasingizni qabul qilmaydi. Siz nima ish qilsangiz shuni qabul qiladi. Bizning qilayotgan ishimiz tarbiyaga loyiqmi yo bolaga ishga loyiqmi? Masalan, mening gapimga ko'z qarish odamlar mushuni bayqab baqsa bo'ldi. Bizning mana bolamizga qanday tarbiya qilishimiz o'ylashmaydi. Biz qanday harakat qilyapmiz? Balamiz shuni o'rganadi. Shuni o'rgansa, ashnanga rozimi biz? Rozi bo'lsaqlam, bola tarbiyalamay beqib etibdi degan savol shu yerdan chiqadi. Bu fikringizga men qo'shilaman. Nima deyotganda biz buni butun shu endi biz otishniki bal tarbiyasidan halqa hozir sizning fikringiz bo'yicha biz Uyg'urlarningki butkul millatimizniki bal tarbiyasi yoki oila tarbiyasi masalasiga o'tdik. Endi bu yerda sizning ko'z qarashingiz, demak bizniki bola tarbiyamiz bola beqish darajasini bola tarbiyalash bosqichiga ko'tarilmaydi dedingiz. Men umumiy bizniki ideologiyamizdagi mo'shu masalalar izchil turda o'ylab ko'rgan. Ya'ni tarixda bizdan Uyg'urlardan bir faylasuf chiqib yoki bizda shu o'ziga xos tafakkur yo'li ochgan odamlar chiqmoqmi? Ammo bizdan qanday odamlar chiqqan? Izchil turda bizga nasihat qiluvchilar ko'p chiqqan. Bizda didaktika intayin kuchli. Bizda masalan bizning Yusuf Qazojibning qutatqu bilikdan boshlasak, biz 1000 yildan yoqib bolalarga faqat nasihat qilishni birinchi o'rin qo'yamiz. Barliq bizning klassik asarlarimiz qarasaqmi, hammasi faqat bolalarga nasihat qilish. Cho'qim bilimlik bo'l, bilim ol, andaq yasha, mandaq yasha degan gap. Lekin shu gapni qiluvchi ota-ona shu xil harakatga o'tmagan. Natijada butkul jamiyatda umumyuzlik qo'zg'alish, bolalar ota-ona o'tirishga o'rtaq qo'zg'alish ham tarbiyalash shakllanmagan. Shunga men shu nuqtada nazariya jihatdan men shunday tushundirsak bo'ldi deb qarayman. Bu gapimizning asosi bor. Lekin bu yerda mana gapcha bu zodi bizningki bolalarimiz. Eng muhimi shu bizlar tug'ilgandan tortib ana ul dadavul bo'ldi emasmi? Tug'ilib ana ul dadavul bo'lgandan keyin buning harakatlarini ko'rib o'rgandi emasmi? Shunga ota-onalarningki ana sapolik bo'lishi ya sapasiz bo'lishi balani shunday qilib tarbiyalab qo'ydi. Shunga shu ota-ona bek muhim rol o'ynaydi. Demak, ovozsiz tarbiyalash. Buni aytjaqda men shu Xalmurat G'ofurninki onasini ziyorat qilgan chaqda shu gapni deganda, siz bolangizni qanday tarbiyaladingiz desam, men ovozsiz tarbiyaladim degan. Bu ovozsiz tarbiyalash degan nima desam, men ish harakatim orqali tarbiyaladim. Xalmurat mening ishlarimga qarab, mening tatiyotgan jafolarimga qarab, mening tirishchanligim atdigan soat 6 da o'rnimdan turib, balalarni o'rinlashtirib, maktabga kirib dars o'tib qolgan amaliyatimga qarab, Xalmurat tarbiyalandi. Men balamga andaq o'qiyman deb baxmadim degan. Demak, nazariya jihatdan bizning butkul millat xarakterlik. Biz oldin balalarimizga nasihat qilish emas, balki o'z amaliyatimizni birinchi o'rin qo'yib, harakat orqali tarbiyalashni ipirish menimcha zo'r bo'lishi mumkin. Undan boshqa biz umumiy millatningki oila tarbiyasini yetishdan boshqa boyi bir nuqtaga gavlandik. U bo'lsa bizniki otishda mening bilishimcha har qanday bir bola kichik vaqtida cho'qim ma'lum narsani uydan taloq ochib setib kirishni majbur qildi ekan. Mushu xil majburiyat bor. Men mushu bizniki Urumchidagi xeyli katta ziyolilarning otishliq ziyolilarning amaliyotda kichigida nurg'ullarningki gazir setib baqqanligini, nurg'ullarning olma setib baqqanligini, buning otasiga kelgan majburiyat ekanligini aniqlab chiqdim. Ya bunda masala bor. Otishliqning nimasi bor? Abiyatimga yana muhit bor bu. Eliq muhit cho'ng bo'lgan ekan qarang, bizga qalamda ishlarga ya bo'lmagan ekan, teriydigan.
boshqa bir kirim bo'lmagan ekan. Bu kichkidil yetilib ketgan. Bu qalang bizning Uyg'urlarniki bor. Köyge yamanmı, köngenmi dese köngen deydi. Bunun köngen gapdan qalang. Atışlıqның ballarınınki başqa yerlikning ko'ra farqli bir ish kuch yeri bor. Biri atışda mana gap qalang. Atışda o'zaro ballar urishib qolsa, ota-onalar arig'i chiymaydi. Ama shart bor. Tayoq yab chiymaslik kerak. Tayoq yab chiysa o'ydi, yana qo'shab yeydi. Yani bir ziyon tatib kirmaslik. Ziyon tatib kirmaslik kerak. Unaning ikki sabab sharoit qalang. Bizning nimada tayoq yab chiysa qalang, ziyon tatib chiysa, bizda qalang yana ko'rsak nipit yo'q chiqadigan vada. Yoki bo'lmasa mundali qo'limizni uzatsak bir Enjiden başka narsa yok. Enjiden başka narsa yok. Enji degende bir kun saqlagan olmay qalang, atisi yo'q u. Başqa kirim bo'lmagan ekan, ma masala qalang. Farqli yeri muhit bilan munosabat bo'lib, endi yetilib qolgan gap, kunab qolgan gapdan. Buni endi tashlash uchun qalang muhit almashtirish kerak. Atishtilli cho'ng odam bo'lsa qalang urinmas, bizning bolalarimiz shu mana hozir masalan chiqqan chaqda shu. Biz ani bunda qilmadingmi, nech pul olding, nima sotding, nemish bakashdan talashmay olding va bu 2 mo'chellik narsani sen nemish qilib 3 mo'chenga olding. Mush tarbiya qalang ashi avtomatik shakllanganlik o'yda. Her qanday muvaffaqiyat qozongan faoliyatning cho'qim uningki bir intayin alayli taraf bo'ldi. Shu xil alaylik bilan u muvaffaqiyat qozondi. Shuning uchun atishlarniki bugungi davrda bizning Uyg'ur jamiyatida emas, balki butkul O'rta Osiyo bizning tijorat sohamizda muvaffaqiyat qozonishi, ko'p nisbatda muvaffaqiyat qozonishi amaliyotda mushtaq to'g'ri savdo ideyasining bo'lganligidan bo'lishi mumkin. Shunday deb tonish bo'ldi. Demek hazır siz Ürümçideki bizning yemek-içmek sohasidagi cho'ng korxonchi, ya'ni Miraj savdo cheklik yemek-içmek savdo cheklik shirkatininki deydi. Bay aytdingiz 240 ga yaqin xizmat qildi. 240 bundan boshqa siz bu yerda intayin g'oyat zo'r alayida, masalan, cho'ng Miraj do'koningizda meni ko'rishimcha intayin cho'ng Uyg'ur madaniyatini yemek-içmek so'riniga olib kirdingiz. Endi biz sizden en ahırı biz tahlil qilgan nuqtamiz endi demek bizniki milliy korxonchilarimiz bizniki taqdiri yoki ularning kelgusi yuzlanish haqida biz ko'z qarashtiramiz deyishimiz kerak. Bo'libmi bu sizniki intayin o'ylaydigan, ko'p o'ylaydigan nuqtangiz. Meningcha mushu sizniki milliy madaniyatni yemek-içmek sohasiga olib kirishingizning o'zi bu korxonchilik bizniki milliy korxonchilarimizning kelgusi haqidagi bir yangi o'yinishingizning boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin. Madaniyatning egilik huquqi bo'lmaydi, ishlatish huquqi. Meningcha bu sizning yaqinda erishgan ko'z qarashingiz. Men asli mana gapcha. Buni masalan men asli mush madaniyatning bundayligi sirt taqab ketishini, o'zimizning madaniyatimizni, o'z madaniyatimizni qo'g'dashni mana qilishni men alohida tavsiya qilib, madaniyatning burun menga endi odam madaniyatni ham mana gapdan haqli. Men aslida biz shu Mirajni qo'ygan chaqda biz bu Uyg'urlar madaniyati, mush Uyg'urlar madaniyati bilan bozor topamiz deb qo'ygan endi. Demak, bizning burun mana gapda emasmi? Biz an'anaviligimizni, ba'zi madaniyatlarimizni bozorga selish bizningki g'ururimiz to'g'ri kelmaydi deb bildik hamda. Emasmi? Bu madaniyat bu pul bilan bağlash, pul bilan buning o'rni o'lchash bo'lmaydi. Buning asli bahosi yo'q bo'ladi deydi. Shunaqami? Mana reyimsiz bozor egilik kelib bizni qaylang. Mayli to'g'ri bo'lsin, mayli xato bo'lsin qaylang. Bizning madaniyatlarimizni qaylang. Iqtisodga yuzlantirib qo'ydi. Bunday yuzlantirib qo'ygan chaqda siz bu madaniyatlaringizni qarang. O'zingizning iddiyangizni saqlab qeliversangiz, qanday bo'lsangiz bu madaniyatingizni boshqadan foydalanib iqtisod unim elib qaylang. Shikar qum uchun chaynagandekdan o ishi tatliq yerini ichib olib, qog'i yerini tashlab manganda. O'zimiz qiysoqchi desangiz, buni asrab mangamiz endi. Shunga mana gap. Bozor egilik lazım, korxona madaniyatini deymiz, shunday. Men yaqinda masalan shu Jungo hukumatmi hozir madaniyat mablag' solamiz da'vatida mo'shinandan elib aytgan chaqda shu madaniyatni bozorga moslashtirish, har bir millat o'z madaniyatini bozorga solganda buningda
o'zidan buni ham qo'g'dab asrab seni shekillandi. Buna gapimda insonlar iste'molchilarningki iddiasi qanday bo'ldi desangiz, o'zida yo'q bir narsani iste'mol qilishga turmush yaxshi bo'lgan sira intildi. O'zida yo'q bir narsani iste'mol qilishga intildi emasmi? Bu yerda biz o'z an'anaviligimizni, o'z madaniyatimizni joriy qildirib, o'zimizning aloyidligini gavlantirib, bozorga chiqsak, bozor tepishimizmi yaxshi bo'ldi, raqobatchimizmi ojiz bo'ldi. Ben sizinki bu gapingizni anlagan chaqda demak biz bunda tafakkur qilsak bo'ldi. Dastlabda siz boyiq nuqta aytgan chaqda, ya'ni madaniyatni bozorga yuzlantirish bu nihoyatda bir umumlashgan ko'z qarash, madaniyatni bozorga yuzlantirish. Shu nuqta aytgan chaqda sizning bu menimcha birinchi qadamdagi ishni boshlash ideyangiz deb o'ylayman. Ikkinchi qadamdagi ideyangizni boyiq degan gapingizni men hozirgi eng zo'r yakuningiz deb qarayman. U bo'lsa madaniyatning egilik huquqi yo'q, ishiltish huquqi bor degan narsa. Bu menimcha bugungi dunyoning yer sharilishi, madaniyatlarning bir gavdalishi, giralish oldidagi bir inton cho'ng ideologik hukm deb qarayman. U bo'lsa dunyoning har qanday yerdagi madaniyat, har qanday odam uningga egilik huquqini yurgizmaydi menga. Faqat uni bayquvchilar, uni ishiltish huquqini yurgizsa bo'ladi. Demak bu yerda nima bo'lsa, madaniyat insoniyatning o'rtaq narsa. Har bir odamning madaniyati, har bir xalqning madaniyati butkul insoniyatga o'rtaq. Boshqa bizda inson tabiatiga xoslar har qanday madaniyat hodisasi bo'lsa, biz buni cho'qim ilg'orlik nuqtasini qabul qilishimiz kerak. Ham o'z madaniyatimizni, rayon madaniyatimizni rivojlantirishimiz kerak. Menimcha ayni vaqtda shu Ipak yo'lining markazi bo'lgan, dunyodagi eng cho'ng quruqliq, Osiyo quruqligining markazi bo'lgan Xinjiang mana bu shunday Ipak yo'lining markazi bo'lish nuqtasidan to'rt tarafdan kelgan butkul madaniyat bilan uchrashib, Uyg'urlarning buyuk madaniyat tarixini barpo qilgan. Shuning uchun bugungi dunyo ikkinchi qatam yana bir yer chorlishyapti. Madaniyatlar giralishyapti. Shu holatda menimcha siz iliq tafakkuringiz bilan boy aytgandek bir yangi hukmni o'tirib qo'ydingiz. Bu bo'lsa madaniyatning egilik huquqi yo'q, ishiltish huquqi bor. Menimcha buni men yaqinda bayqadim Yaponiyada. Bu yıl bir şikayetini aldı Japonya'da seferde biz mesela bir karxanaga vardık. Bu Malaysia kançada Japon'un bir tamak çıktı. Bütün dünyaya taqavatdı. Wudong men deydi bunu. Japon'un lagmen hamda. Biz hamda şu zavodni hamda ekskursiya qilib bordik. Borsak u bizni shu chen degan chaqda bu tamda mayboya rasmli vaket. Bu dedi mana deydi. Bu lagmen deydi bizning emas deydi. Bizning emas. Bu deydi. O'z vaqtidagi Ipak yo'lida Chosugo deydigan bir davlat bo'lgan. Shu yerga bizning Yaponiyadan bir royat shu yerga bilmish yo'g'ini olgan. U yerda 18 yil turgan. Turish jarayonida mush lagmenni o'rganib kelganda maybo'yoq rasmlarini bunda burutluq, bunda Uyg'urlarning bunda ximiyalar bilishayotgan rasmlari sizib o'tirdi. Mana mushu Chosugo mushadan mana bizning royat mush lagmenchilikni bilim eşi deydi. Buddizm bilimini eşiğine olganda, yani Kosan dövletiga. Chosugo deydi. Chosugo degan meni surishtirib qilsam, hozir Kuchan asas qildi. Kosan. Mishaga bilim eşiğine olgan. O diniy bilim eşiğine olgan. Ama şunun bilan bir vaqtda bu lagmenni bu o'rganib shu o'z mamlakatiga olib ketgan. Ucan ana oldi Yaponiya lagmen bo'lmagan. Bu yaponlik o'zlaridan gap ma'lum. Meni o'ydirib chiqqan gapimdan. Deb kelib mana matrapda bir necha yaponlikning puti bilan ximiya yig'irayotgan. Rasmni yana maybo'yoq bilan sizib qo'yapti. Ma'vo deydi. U chog'da edi bu Chosugoning odamlari kuchli bo'ldi deydi. Shunga bo'lib qo'lidilib ishtirok qilgan bu ximiyani deydi. Biz ojiz bo'lganligimiz uchun biz putimizni yo'g'irgan deydi. Shunga 1300 yil bu lagmenni biz putimiz bilan yo'g'irib yedik deydi. Bugungi kunda butun dunyoga buni biz ramen dedik ular. Ramen dedikken ama hazır Cungu mekanizm olarak Wudong men deb qo'yildi. Mush ramenni bütün dünyaya yapıllıqni olab taqavadı da. Asli bu bizning emasdi. Bu asli bu mana chaqanchaqda bu Chosugo bu Kuchan bag'an deb bizga tushuntiradi. Bu yerda men ikki narsani bayqadim. Birinchi, yapıllıqning samimiyati bizni ta'sirlantirib özlükimizden bunu hürmet qilmaslikqa hech qanday asosimizning yo'qligini
ifodalab qo'ydi. Ikkinchi so'rasangiz, anaqda men nimani bayqadaymisangiz, madaniyat deganda ishlatish huquqi bor. İgilik huquqi yo'q ekan. Aşı özü samimiylik bilan bu Uyg'urlarning kiti deysimi, dunyo nimda qabul qiladi ne? Yapıllıqdan da qabul qiladi. Biz korxonachilar nima ish qilishimiz kerak buningda? O'zimizda bor madaniyatni eng surat bilan tutish qilib, buni o'zimiz taraqqiy qildirsak, buningki meg'izini o'zimiz chaqsak, bakajidan makaga erib charchab qaylan. Masalan, Uyg'urlarningki korxonasiningki hozir mana qaysangiz va mana yuziga qaylasangiz, mana xo'shuladigan nasl yo'q. Qalang, korxona degan narsa Uyg'ur tarixida eng avjali qurilyotdi, shakllanyotdi. Shunday yaxshi bo'ladi. Shunami? Ammo keyingi qaylasangiz, menga ta'did tushidimda. Nima ish qilsangiz? Biz qilayotgan ishni annovasi nima bo'ladi desangiz, hozirgina men bunday cheklamayman masalan o'zimda. Nima ish qilsangiz, masalan, mayli televizor bo'lsin, mayli Cayon Diyanchideyni, mayli kishimliklerimizden annovasi nima bo'lib kelyapti desangiz, bu qaysi bozor, bu nima ish qilyapmiz? Biz bu 1 milliard 450 million nufusi va shunda butun dunyodagi hamma odam ko'z tikayotgan bir bozorga mayli taraqqiy qilgan olsin, bo'libmi? Taraqqiy qilganlar eng ko'z tikayotgan bir bozor. Nada? Bunimizdan yendilla bu bozor. Mana biz nima ish qilyapmiz desangiz, biz o 1 milliard 450 million bozorni o'ylashqinimiz yama az. Biz nima ish qilyapmiz desangiz, asosan o'ylashmadik. Nima ish qilyapmiz desangiz, aşağıda bir markını yasaplam ayakkını şu yerda tikizbek kelyapmiz, kiyimni şu yerda tikizbek kelyapmiz, televizorni hamma şu yerda kelyapmiz. Ama markasini chaplab. Buni ishkir ishlab beryaptilar. Endi bu qanday bo'lsa, bunda qilgandagi maqsad nima bo'lsangiz, bizning Uyg'urlarda mana bir hissiyat borda. O'zimizningki ekan, bizningki ekan deydigan hissiyatdan foydalanni. Özümüzün bazarını yaratıyoruz. Bu 10 milyon, 1 milyar 450 milyon nüfusu var bir bazarda 10 milyon en kembag'al bo'lgan bir bazarni talashyapmiz. Şedaq yo'q. Bu ne mana vaqtliq talashishga bo'ladi. Nima ish qilsangiz, biz korxona yuzdan shakllanmagan burundan tortib, korxonaning sistemalarini qurib yoki bo'lmasa o'zimizning madaniyat aloyidligimizni bayqig'ichilik, buni haqiqatan bu Uyg'urlar boshqa odamnikini yezimni yeydikan, başka adamlarnikini işleysimi işletirken, hazırki manağında işletip durup, biz manağında bir uğraşlı böyle, elini yazgana kılmaysanız, yüzümüzün alaylık ölen, yüzümüzün mesulatı ölen, 1 milyar 400 milyon bazar gözümüzde tikep, endin ten berman bulumuz deyilgan, bunda nişanlarımız olsa, Uygur karxanalarının çıkış yolu var. Eğer ya, Muşu bazanallah biz bulut dediyseniz bu 10 milyar 30 bin hazır mesela. Hazır statistikada. 10 milyar 30 bin Uygur. Mesela Kazak bunu koysak mı 15 milyar mı bolsun? 20 milyar mı bolsun? 20 milyar en kembag'al bir bazar. İqtisadi kirme en tövün bir bazar bu. Endi bu yerga korxonachi asli 10 olsa hazır 100 oldu. 100 ming oldu. 10 ming oldu. 10 ming olgandan keyin mana bu korxonachi iste'molchilarning saviyasi oshadi. Bizning nima ekilib, nada ekilayotganligimizni biladi. Ularningki iste'moli boshqa yerga yuzlandi. Anandan keyin jo'ysangiz, bizning jo'ysangiz korxonamizningki soni oshadi, bozorimiz ojizlaydi. Shuni halokat kuchlaymiz. Endi qanday qilmaysangiz, biz hozir o'zimizning alaylikligi bilan yomon boshqa dashni ojiz yo'q. Masalan, bir mo'chellik narsa olsun o, yoki bir ko'ylik narsa olsun, bizning mas'uliyatni 1 milyar 450 milyon bozorga selib olish nishonini tutsak, mushiningga tadqiqot elib borsak, mushiningga ko'ngil bersak, cho'qim qiyin bo'ldi. Mushining bilan biz Uyg'urlar korxonasining ikkinchi qitimliq uzun umr ko'rib olqish xarakterlik narsa mush ideyadan matafakkirdan keladi. Demek bir bizdeki milli korxonchiligimiz to'liq yaxshi bir fikrni o'tirib qo'ydingiz. Bu biz cho'qim hozir bizning umumiy korxonchilarimizning ideologiyasida
masalan bizniki ishkirninki mahsulotlari orqali Uyg'ur bozoridan pul tepish, ya'ni bizniki rayonimizning bozoridan pul tepish. Amaliyotda biz ideologiyani endi o'zgartirishimiz kerak, ya. U bo'lsa-mu, biz o'zimizning mahsulot orqali shu Jungodan iborat cho'ng bozordan pul tepish. O'sha xil ideya o'tgan chog'da endi bizning korxonachilarimiz istiqbol bo'lishi mumkin. Meningcha bu xil nimishga degan chog'da bizning hozir davlatimiz intan yuqori sur'at taraqqiy qiladi-da. Meningcha Jungo hozir dunyoning qiziq nuqtasi. Biz boya aytdingiz bizning burnimizdan osib turgan bozor dedingiz. Bizniki Jungo hozir dunyoning qiziq nuqtasi. Masalan, bizniki biz bir o'qituvchimiz, angliyalik bir o'qituvchimiz shunday gapni qilgan. Hozir biz Angliyada, masalan, men Ispaniyaga kirib keldim desak, ha deb qarab qo'ydi. Turkiyaga kirib keldim desak, ha deb qarab qo'ydi. Lekin Jungo qo'ydim desak, qandoq bording, qachon bording, Jungo qandoq keldi deb so'rab ketdi dedi. Demak, Jungoga butkul dunyoning, Yevropaning hozir ko'zi tikilyapti. Ya'ni bo'libmi, mablag' soquvchilarning. Shuni qanchaqda bizning qishimizda mana shunday g'oyat zo'r, ya'ni bizning davlatimizda mana shunday cho'ng bir bozor bor. Shunga ideologiya jihatdan shuni o'zgartirish kerak. Demak, sizniki 30 million mablag'ni selib, oshxonangizni milliy madaniyat bilan bezab, ondan butkul bozorga ichayotganingiz hozir. Menimcha shu xil ideologiyaning turkisi bo'lishi mumkin. Ham shu xil boshlamchilik bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda eng oxirida sizniki ayni vaqtdagi shu oy kunlarning nima uchun paydo bo'lganligini uqamagan ideyangiz oxirgi butkul millatninki yoki xalqimizningki mana cho'ng ideologiyasiga nisbatan ta'sir qiladigan tafakkurlarni paydo qilyapti-da. Demak, inson tafakkur qilib turdi ekan, menimcha cho'qim o'zi jamiyat va dunyo haqida yangi yuzinishlarga ega bo'la oladi. Menimcha dunyodagi eng ahamiyatli yashash shu bo'lishi mumkin. Mayli u milliard pulga boy bo'lsin yoki oyga chiqqan odam bo'lsin, u hamon o'lib ketadi. Bu yerdagi shu qisqa hayotning ichida eng ahamiyatli yashash zot nima? Menimcha tafakkur qilib yashash bo'lishi mumkin. Chunki bir odamning tafakkuri qancha cho'nqur bo'lsa, dunyoni tushunish qancha cho'nqur bo'lsa, balkim uning hayoti shuncha ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shunga biz bugun siz bilan nurg'un paranlarni qilishdik, lekin sizdagi tugamas ma'naviy boyliklar, tafakkur boyliklari texmi ko'p. Biz keyin fursat bo'lsa yana davomli sizdagi bu xil boyliklarni kezishimiz mumkin. Demak, biz bugun Keramkan bilan har taraflama o'xshamagan nuqtalardan bizningki nurg'unlagan ijtimoiy masalalarimiz va turmush masalalarimiz haqida suhbat olib qoldik. Bizningki suhbatimizningki ekran oldidagi ko'rurmanlarimizga tegishli ta'sir qilishini ham ularga ilhom berishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat. Men bilmaydigan gapim yo'q.